Toshkent viloyati Quychiq tumani Jumagul MFY, eski nomi Paveda deyiladi. Juda ko'pchilik biladi. Mana shu ko'rib turgan xonadoningiz sotuvga qo'yildi. Umumiy maydoni xat hujjatlar bo'yicha, kadastr qaror bo'yicha 13 sotix. Hozir ko'cha tomonlarini ko'rsatamiz. Katta asosiy yo'ldan 150 metr ichkariga kirasiz. Ko'chalar asfalt bo'lgan. Mana shu tomonda 150 metr kirsangiz, mana shu xonadonimiz ko'rasiz. Mana bu xonadon egalari nomerlari. Mana bemalol telefon qilib adres so'rasangiz bo'ladi. Xonadonimizga keladigan bo'lsak, kirishingizda mana shunaqa bitta xonasi bor. Bu yerda oldin do'kon bo'lgan. Hovli qismiga keladigan bo'lsak, mana shunaqa keng, mana hovli qismi. 6 ta yashash xonasi bor. Xonalari yaxshi holatda, kelib bemalol yashaydigan holatda. Bu tomonida 3 ta xonasi, hammomi, oxirida kotelni, podvali bor. Xonalarning ichiga kiradigan bo'lsak, mana xonalari yaxshi holatda, keng bitta xonasi. Mana yana bitta katta xonasi. Mana yana bitta xonasi. Yana bitta kichkina xonasi bor. Bu tomoni ekin ekish maydoni. Mana bu yoq xonadonimiz orqa tomoni, bu naves bor, navesi buzib yuboriladigan, bu yoqda o'choq turgan. Bu yerda tandir o'choq, bu yoqda ham shu o'tin nimadir qiladigan bo'lsangiz. Bu tomonida tovuq xonasi, o'rtadan bo'linadi. Kadastrda, dokumentda, xat hujjatda bo'lingan. Bemalol kelib hammasini tekshirib olsangiz bo'ladi. Gaz, svet, suv bor. Hech qanaqa muammo. Maktab, bog'cha hammasi yaqin. Toshkent shaharga adashmasam 65 kilometr. Bu tomoniga endi Sirdaryo, Samarqand, Jizzaxga chiqib ketuverish yo'li. Mana shu joydan bo'linadi. Hozirgi kunda bu xonadonimiz so'ralayotgan boshlang'ich narxi 36 ming AQSh dollari, yana kelishadigan joyi bor.